Assalomu alaykum. Norvegiya yashayotgan barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar, hammanglarning hozirgi vaqt xayrli bo'lsin. Janob Allohning salomati hammanglarga bo'lsin. Hammamizningki muborak Ramazon oyiga muborak bo'lsin. Alloh hammamizning tutgan ro'zasini va qilgan ibodatini qabul qilsin. Amin. Aldulan mening ismim Mardan. Men shu Norvegiya Uyg'ur Islom madaniyat markazininki bir hay'at a'zosi, yenidan saylandik. Endi hammamizningki xabarida bor. 3 aprel günü biz Norvegiya Uyg'ur Islom madaniyat markazininki yillik doklad yig'inini markazimizda ochgan edik. Endi bu mazkur yig'inga bir qism jamoatlarimiz kelib qatnashgan bo'ldi. Bu yerda ularninki kelgan qadamiga Alloh rozi bo'lsin deyman. Yana bir qism jamoatimiz kelolmagan bo'ldi. Biz bu qatimliq yig'inda bir necha qarorlarni olgan bo'ldik, saylovlar o'tkazgan bo'ldik. Anandan keyin bu aylangan qaror va saylov natijalarini biz Facebook va Instagram betlarimizga chiqargan bo'ldik. Endi e'longan qarorlarning birisi bo'lsa jinoza fondi to'g'risida. Bu jinoza fondi to'g'risidagi e'longan qarorni ba'zan jamoatimiz tushunmaganligini bizga inkos qilgan bo'ldi yoki xato tushunib qolganligini. Shuningga bu videoni ishlashni to'g'ri topdik, ya'ni jamoatimizga to'g'ri bir shaklda tushuntirish uchun. Mushu hozir sizlar ko'rayotgan mushu presentation, mushu biz yillik yig'inda ishlatgan presentation shu, jinoza fondini tushuntirgan. Endi bu jinoza fondini biz hay'atlarga kirishdan burun bizning burungi hay'at a'zolarimiz buni ilib borgan. Endi biz kirgandan keyin bu jinoza fondini va bir tekshirish olib bordik. Endi yana tekshirishlik sababimiz bo'lsa, bu jinoza fonda zodi bizga ehtiyojmi yoki qandoq? Endi bu tekshirish olib borgandan keyin oldidan tekshirish olib borgandan keyin biz buni to'xtatishni qaror qildik ham kelgan jamoatimizga tushuntirish orqali u jamoatningki qo'shilgan fikrni olgandan keyin bu jinoza fondi to'xtaldi deb e'lon qildik. Endi oldidan jinoza fondining nimaligiga qarab boqaylik. Norvegiyada yashayotgan boshqa masjidlarda jinoza fondi bor, masalan, bu turk masjidlariniki. Endi bularninki Diyanatninki to'r betiga chiqib qarab baxtim jinoza fondi to'g'riliq tushuntirilishiga. Endi bular asosli qilinigini Norvegiyada agar bir turk vatandoshi vafot bo'lgan bo'lsa, u chog'da buni meyitni Turkiyaga olib dafn qiladi ekan. Andan keyin bularninki yillik jinoza fondiga a'zolik puli taxminan 2,5 ming kron atrofida bo'ladi ekan. Shuningga endi biz Uyg'urlar tugab ketib qolib qolsak, Sharq Turkistonliklar bir Norvegiya tugab ketgandan keyin bizniki endi bu meyitni Sharq Turkistonga biz olib dafn qilish imkoniyatimiz yo'q. U chog'da biz nima ish qilamiz? Necha vaqtdan beri bu jinoza fondi ninki qilgan ishlari nima degan vaqtida bir meyitninki endi bir kishiniki tugab ketgan xabarini topshirib olgandan keyin Norvegiya Uyg'ur Islom madaniyat markazidagi shu ishga mas'ul qarindishimiz oldi bilan ya'ni begravился biro deymiz, ya'ni shu dafn ishlariga mas'ul shirkat bilan telefon qildi, bularga xabarlantirdi. Andan keyin meyitninki qisqacha bir ism yoki mishadiki nima kimlik nomeri degandeklarni ta'minlash orqali meyitni nada vafot bo'ldi, qaysi doktorxonada naga dafn qilmoqchi degan narsani bir tushuntirdi. Tushuntirgandan keyin qolgan ishlarning hammani shu begravился biro, ya'ni dafn qiladigan shirkat mas'ullik qiladi. Endi Norvegiya Uyg'ur Islom madaniyat markazininki necha vaqtdan beri aloqa qilayotgan begravился birosi, ya'ni dafn ishlariga mas'ul shirkati Norvegiyada eng cho'ng bir shirkat, bu bo'lsa Al-Xitma deydigan bir shirkat. Endi buni bilan aloqa qilgandan keyin bular bu berib dafn ishlarini hal qiladi. Hal qilib bo'lgandan keyin anandan keyin dafn ishlariga qancha pul ketgan bo'lsa, shu pulni shu kishining o'ziga, ya'ni meyitninki oila tavobatlariga avatadi, ya'ni fakturasini. Avatgandan keyin bu fakturani topshirib olgan aile oldi bilan agarda kirimi tuvan aile bu pulni ko'tarolmaydigan aile bo'lgan bo'lsa, ya'ni NAV bilan aloqalashadi. Aloqalashgandan keyin agarda NAV bu kishiniki iqtisodiy kirim ahvolini hammani aniqlab to'g'ri ko'rgandan keyin agar shu o'lchamga tushsa, u chog'da bu pulninki hammani yoki bir qismini yoki hech qaysisini ko'tarmaydi. Endi bular
Aşı Norvegiyaniki o'ziniki shu qonuniga asosan qaror chiqaradi. Endi Norvegiyada jinoza ishlariga qancha pul ketadi degan vaqtida masalan ma'vu hozir abiyam biz degan ya'ni Norvegiya Uyg'ur Islom madaniyat markaziniki to'xtami bor bigrabisi biro ya'ni adatni ishlarini qilish şirketi. Endi ahiret ishlarini Al-Hitmanning to'rbeti. Endi buningda qancha pul ketadi deganni bu tafsiriy yozibdi bu yerda. Endi bularninki bahosi qarab baqsak, birincisi 25.300 kron. Endi buningda bular nima ish qildi deganda meyitni yuydi, tozalaydi, kepallaydi. Anandan keyin doktorxonada bo'lsa, doktorxonadan chiqib buni nimaga qabristonlikqa olib borib dafn qiladi. Uningdan boshqa bu yerda namozni tushiradi. Bu qiladigan ishlari. Endi bularninki meyitni soladigan masalan tavutmu hamma narsa standart holatda bo'ladi. Agarda masalan men tavutga yoki chiroyliroq yapadigan narsa yoki mundaq gul, qabr teshim mundaq bo'lsin, undaq bo'lsin degan ish bo'lsa, u vaqtida bu pulning sirtida bo'ladi bu. Anandan keyin ma'vu pres atrofdagi ya'ni kelishgandan keyingi baho deydi. Buningda abim degandek agarda o'ziniki boshqa gul yoki qabr tish yoki u bu mundaroq bo'lsin, standart bo'lmasin deydigan ish bo'lsa, u vaqtida bu pul boshqacha bo'ladi. Anandan keyin eng oxirgisi yana 16.500 kron. Bu eng tuvan, eng standart baho. Buning ichida qaysilarni o'z ichiga oladi degan vaqtida doktorxonada meyitni chiqish, meyitni yuyish, kepallash, anandan keyin qabristonlikqa olib qo'yish. Ammo buning ichida namozni tushirish yo'q. Ya'ni ulardan bir imom chiqib namozni tushamaydi. Endi shu ikki xil baho bor ekan. Bu ikki baho normalda Norvegiyada yashayotgan qarindoshlarimiz masalan maoshliq bo'lgan bo'lsa, pensiya maoshini olayotgan qarindoshlarimiz yoki maoshliq qarindoshlarimiz bo'lsa, bu pul ig'ir kelmaydi. Agarda bu pul ig'ir kelgan bo'lsa, u chog'da ya'ni iqtisodiy kirimi haqiqatan tuvan bo'lgan bo'lsa, u chog'da ya'ni NAV bilan aloqalashib, abiyamga degan yordam pulini iltimos qilsa bo'ladi. Endi vafot bo'lg'uchining oila tuvandagi o'rinlardan yordam so'ray oladi. Birinchisi, agar vafot bo'lg'uchi NAVdan pensiya maoshi olayotgan bo'lsa, agar vafot bo'lg'uchi NAVdan pensiya maoshi olayotgan bo'lsa, pensiya maoshini vafot bo'lgan oydimi ilish haqqi bor. Masalan, bir odam pensiya maoshini olayotdi, shu oyda tugab ketdi, masalan, oyning o'ttirida deylik, ammo shu oylik butun oylik pensiya maoshini ilish haqqi bor. Neytniki u vaqtida shu niminiki meyitniki oil tavabiti NAVga cho'qim shu meyitniki shu oyda pensiya maaşı ilayotganligini uqtirish kerak. Andan keyin ba'zan uyushmalar bor. Ya'ni bu meyit hayot vaqtida masalan jinoza fondi shu bir forum, ya'ni bir uyushma deymiz, bir tashkiliy bir narsa. Ashunga a'zo bo'lgan bo'lsa, u chog'da bu NAV ko'tarmaydi u pulni, bevosita bular shu qaysi jinoza fondiga a'zo bo'lgan bo'lsa, abim degan 25.300 kron yoki 16.500 kronni shu jinoza fonda ko'tarib, shu jinoza fonda qiladi. U chog'da NAV uning bilan ishi yo'q. Endi agarda bizniki Norvegiya Uyg'ur Islom madaniyat markazining jinoza fondisi bo'lgan bo'lsa, bu bir oyda bir kishi tugab ketdi deydi, tugab ketgan bo'lsa, u vaqtida bu kishi NAVdan pulni so'rasa, u vaqtida NAV berishni rad qiladi. Sen jinoza fondiga a'zo ekansan, shuning uchun shu jinoza fondan sana pulingni ko'tarib turdi, hamma pulingni. Anandan keyin bizningki bugunga qadar bizningki jinoza fondimizda jami bor summa 139 ming kron atrofida, 140 ming kron atrofida. Anandan keyin bu jinoza fondining pulini yig'gan vaqtidami, burungi bu hayat qarindoshlarimiz 2020-yili fakturani avatgan bo'lsa, u pulni to'lagan bo'lsangiz, demak 2020-yilning ichida vafot bo'lsangiz, u vaqtida bu sizningki chiqimingizni ko'tardi. Agar 2021-yili vafot bo'lgan bo'lsangiz deganda, u chaqda bu pulingizni, bu jinoza haqqingizni, dafn haqqingizni ko'tarmaydi.
2021 yılınki pulni to'lagan bo'lsangiz, u chaqda 2021 yilninki ichida vafot bo'lgan bo'lsangiz, 2021 yilninki pulini ko'tardi. Endi biz xizmat topshirib olgan vaqtimizda ko'nayetlardan bizga mushundaq tushuntirib bizga bu xizmatni topshirgan. Shuningga ta bugunga qadar biz 2022 yilninki jinoz fondininki hech qanday fakturasini yo'llamadik. Andan keyin yeni aile tavabetlari qandaq yerlerden yardım soruyorlar degan vaqtida hayot va pensiya istirahxonasini Leaves for Sharing-ni tugab ketishdan burun buningga istirahxona olgan bo'lsa, ya'ni maxsus muddatni oxirat ishlar to'g'riliq u vaqtida bu istirahxona shirkati ko'tardi. Endi biz hozir mundaq bir o'ylasak qarindoshlarim, bir kishi tugab ketsa, bir musulmon tugab ketsa, agar u musulmon tugab ketgan yerda bir musulmon bo'lgan bo'lsa, u yana bir hayot musulmonninki bu niyatni, ya'ni Qur'on sunnatga oid ko'mishi buniki majburiydi. Ya'ni meyitninki bu musulmonda bo'lgan haqqi. Endi biz bir Norvegiya Uyg'ur Islom madaniyat markazida bir masjid, bir organ bo'lish sifatimiz bilan bir qarindishimiz tugab ketgan bo'lsa, biz bu qarindishimizni yo'q sen jinoza fondiga a'zo emaskansa, sening bu oxiratdagi ishlaringga biz yordamlashmaymiz, hech nima bilan korimiz yo'q desak, bu bir organga, bu bir numus, ya'ni Allohning oldida bunga javob berishimiz kerak vaqt kelganda. Endi bizning qilmoqchi bo'lgan ishimiz nima deganda, burun shu jinoza fondiga a'zo bo'lib to'layotgan shu 200 kronni biz olmaymiz deyapmiz. Ammo burun qandoq ish shu pul to'laganlar qandoq mulozimatga erishayotgan bo'lsa, biz shu mulozimatni davomlashtiramiz, ammo buningdan pul olmaymiz dedik. Ya'ni 200 kronni to'lamaysizlar dedik. Chunki bu masjidninki, ya'ni Norvegiya Uyg'ur Islom madaniyat markazininki qiladigan boshqa bir yerda cho'ng ishi yo'q-ku. Hamma ishni jinoza begrabilsi biro, ya'ni dafn ishlariga mas'ul shirkat qiladi ekan. İslam Medeniyet Norvegiya Uyg'ur Islom madaniyat markazininki qiladigan ishi nima ekan deganda, shu shirkat bilan aloqalashish. Bundan keyin bu yerga berib, bu kishininki bu jinoza chiqqan bu oilaga berib, hol so'rash, yo'qlash kerak. Biz buni haqsiz qilaylik. Ya'ni bu yerda butun Norvegiyadagi Sharq Turkistonlik qarindoshlar, bu yerda jinoza fonda yoki fondiga a'zo emas deydigan ishimiz bilan, uning bilan bizning korimiz yo'q. Ham jinoza fondi chunki yo'q. Her bir Uyg'ur tugab ketib qolsa, bu bizniki masjidimizning mas'uliyati. Biz qo'limizdan kelishcha mush begrabilsi biro bilan yordamda bo'lamiz, aloqalashishda yordam bo'lamiz, aloqalashamiz. Andan keyin oila tavobatlar yo'qlaydigan ish bo'lsa, biz yanchiqimizdan pul chiqarib, ya'ni masjidning pulidan emas, chunki yanchiqimizdan pul chiqarib bir musulmon bo'lish sifatimiz bilan bu majburiyatimizni, ya'ni meyitninki bizning to'pimizda bo'lgan haqqini biz fi sabilillah, Alloh roziligi uchun biz uni yanchig'imizdan chiqarib bo'lsinmi qilamiz degan niyatda biz. Endi jinoza fondi tugab ketib qolsa, Uyg'ur ulab ketsa korimiz yo'qmi, bizniki ulab ketib qolsak bizniki bizga ega bo'ladigan odam yo'qmi deydigan ish yo'q. Endi jinoza shu begrabilsiga, ya'ni dafn ishlariga ketadigan pul o'zi qanday qilamiz degan vaqtida, pulning ishini qanday qilamiz degan vaqtida, agarda iqtisodiy to'van bo'lsa, ABMga deyilgan nima bo'yicha organlar bilan aloqalashsa bo'ldi, NAV bilan aloqalashsa bo'ldi yoki boshqa bir jinoza fondiga, ya'ni 2500 kron to'lab yiliga turknikiga a'zo bo'lgan bo'lsa, u turklarnikini anglashimizcha qabul qilmaydi ekan. Endi sinab baqsanglar, men o'zim sinab baqmadim, mening anglag'anim faqat buni kesin qabul qilmaydi deyolmayman men. Yoki istirahxona shirkatlariga ma'lum qilsa bo'ladi. Menchi olsa 16500 kron pulni bir oila kishilari ko'tarib ketalaydi deymi? Agar dini uchoqda navdimi avishlar kelib andamanda bo'lib qolsa, bizmi bu yerdagi Norvegiya jamoati, butunlay jamoat, bu butun jamoat bunga qarab turmaydi deb o'ylayman. Unda bo'lsa, navninki Grav Ferston attın degan zodi nima? Buningga biz shu navninki to'r betiga kirib qarab baqaylik. Mana yer ichildi. Grav Ferston atmış navninki to'r betininki o'zi. Meyda vem kamfoyini kim erişelaydi dedi. Endi buningga erishish salohiyati bulush uchun qanday qilib ekanini dan avdida
medlem av folktrygden. Yani folktrygden degandeki Norvegiyaniki saqlash sistemasiga a'zo bo'lgan meshada bizniki kimlik nomerimiz chiqib meshada turayotgan qonunliq turayotgan qarindoshlarimiz bo'lsa hammamiz shu folktrygdenniki a'zosi. Buningda hammamiz qo'shimiz deb o'ylayman. Ana lekin gravläggning vara genomfört. Endi bu det har vært utgifter på gravferden. Yani bu nima dətmə işləri bo'lgan ham bununla bu dətmə işlər üçün chiqim qilgan bo'lish kerak ekan. Bular erishiladi ishlar. Andan keyin siz nimaga va kan du få støtte til? Siz qaysi jihatlarga yordam berisha olasiz degan vaqtida støtten dekker faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. Stønaden dekker ikke utgifter til minnesamværen. Buningda qandaq ketsa yani muhim bo'lgan, zarur bo'lgan pullarga erisha oladi ekansiz. Yani mesela meyitni jo'sh, buni dafn qilish degan bu nödvendiy chiqim, yani cho'qim chiqmasi bo'lmaydigan chiqim bularga yana abem qilib 16500 kron degan. Pul shu. Buningga nav sizga buni ko'tarib berdi. Andan keyin qancha pul götürüp berdi degan vaqtida stønaden behovsprøvd, det vil si at stønaden blir redusert etter former og forsikring som blir utbetalt på grunn av dødsfallet. Det samme gjelder tjenestepensjon og lignende som blir utbetalt i måneden etter dødsfallet. Ben bunu tushuntirib o'tdik. Yana qanchalik ala olasiz degan vaqtida mushu tugab ketgan meyitninki nima kirimiga qarab undan başka Amerika'daki jinoza fondlariga a'zomi, a'zo emasmi, yoki bo'lmasa strafaniya olganmi, olmaganmi, shunga qarab agar hech qanday bu kishiga ega bo'lmagan bo'lsa, u vaqtida NAV bu pulni ko'taradi. Shuning uchun qarindoshlar biz bu jinoza fondini yo'q qilishni qaror qildik. Chunki bizniki bu yerda cho'ng bir 200 kronni olganga tushliq 275 kronni. Bizniki qiladigan ishimiz faqat nima bilan begravlis biro bilan aloqa qilish berish va bu meyitniki oila tavobatlarga yo'qlab berish. Andan keyin qolgan bu begravlis tugab ketgan meyitninki pullarni hammasini hukumatdan ko'tardi agarda puli yo'q bo'lgan bo'lsa, agarda kirimi bo'lgan bo'lsa, buni nav ko'tarmaydi. Zaten u bir oila kishilari bu pulni ko'tara oladi deb o'yladik. Shuningga bizniki qilmoqchi bo'lgan ishimiz 275 kron, 200 kron jinoza fondi puli, 75 kron gebür, ya'ni rasmiyat haqqi. Buni biz olmaydi ekanmiz. Buni Taxashrenska tutilgan pul o'xshaydi 75 kron. Shuningga 275 kronni olganga tushliq biz bu ishga tushliq, bu pulga tushliq ish qila olmaydi ekanmiz. Ish qilmaydi ekanmiz. Nayt ish ob'emini qaytlasak shu begravlis biro bilan aloqalashish va nima va oila tavobatlarni yo'qlash. Buni biz hozir pulni olmay turib haqsiz qilaylik deyapmiz. Ya'ni jinoza fondi yo'q. Mayli siz bu yerga a'zo bo'lgan bo'ling, bo'lmagan bo'ling, jinoza fondi yo'q. Har bir Uyg'ur qarindishimiz tugab ketsa, bir musulmon qarindishimiz tugab ketsa, Uyg'ur musulmon qarindishimiz tugab ketsa, buniki oxiratlik ishlarga biz inshaalloh qo'limizdan kelishicha tirishib yordamda bo'lamiz. Shu qarindoshlar, yomon uzoq so'zlab o'tdim. Yana tafsili tushundinglar deb o'ylayman. Agar tushunmagan qarindoshlar bo'lsa, bevosita biz bilan aloqa qilishinglarni umid qilamiz. Bo'pti, xayr. Hammanglarga Allohga omonat. Davomli Ramazon oyinglar muborak bo'lsin. Alloh shu ulug' oy, ulug' kunlarda tutgan ro'zimizni qabul qilsin va qilgan ibodatlarimizni qabul qilsin. Hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Allohga omonat.